O'zbekistonda amachilar qo'lingizdan nimadir kelishini hech qachon bilib qolmasligi kerak. Shundan foydalanishni boshlaydi. Mana rus maktabda o'qib, ruschani bilishini bilib qolgandan keyin ruschadan tarjima qilmagan qo'shig'im qolmadi, ishonasizlarmi? Любой bitta ruschani biladigandan to'xtatib, qani bir gaplashib qiziqdi bizga, qiziqdi. Nimasi qiziq? Bilmaysiz ruschani hozir. Changchung atay desam ham tushunmaysiz nima deyotganimni. Yo'q, men bloger olib ikkita katta odamlarga patib ketish. O'ma Bravodagi ota shakalarga patib ketishgan ekan. Hayotda qanaqa odam shular deydi. Andijon kelganim 2 soat oldu. Ketishimdan oldin otashi kuyib tursin. Qandashlari ham tanimagan. Qayerdan bilaman hayotda qanaqa odam? Bilmayman deyorish kerak. Bilmadida Novosibirda Elmurod aka bilan ko'rishdim deb qo'yganimdan keyin bu Elmurod aka qanaqa odam ekan hayoti? Zo'r odam ekan, motivatsiya berdi, bosim yuka dedi. Uxlaganda hurra yotar ekanmi deydi. Nima? Men allatib uxlatib ko'ribman. Kira teriyatib uxlatib qo'yibman. Yo sizlar birinchi marta ko'rishgan odamlarga sizlarga motivatsiya uka bosim zo'r deb tursa, aka uxlaganda hurra yotasizmi yo Ali Bayramda qanaqa harib bo'lgansiz? Ashaqa savol berasizlarmi sizlar birinchi marta ko'rishgan